Yangshanki azmatlar ichida Sunjanga kim hammadan bak qoyil, kim hammadan bak cho'ng biladi, hammadan bak gapini anglaydi deganning o'zida Likuy emas. Likuymi ba, Wuyong, Wusonglam emas. Balki kichik Li Guang, Huarong. Ma Huarong hamda mana Sunjangning tiyafensisi machu. Bunun tiyafenserimde netçanlama. Su buydan namlı qasarı qız qurgan dostlar meni qo'shib olib filmning davomini anglam. Hamda ma Huarong Sunjangning tapşuğa işlerini haqdatiga yetkizib o'rinlaydi. Lekin qolganlardek azroq bir ortiq talab qo'ymaydi bu Sunjangga. Ishni buzmaydi, qarsa qilgan har bir gaplari Sung ağam üçün, qilgan har bir ishlari Sung ağam üçün deplimangdi mening. Endi bu Huarong yüzü kilishgan bo'lib qolmay, yana alam jihatini kamolat ketgan. Endi bu tug'ilishdilar shu bir alamdorlar oilasida tug'ilgan deydi. O'qiya aytishdiki, buning merganligi bilan kichikligi va Huarong deb namagan. Mendeki merge okşaydı mı babalar? Net yüz kadar nerstin çivinin küzün çallayalaydı deydi. Qarsak filmdi mi bunun görünüşlüğünün naik nurgulları var. Huarong çıraklı etken suası gelip durup etip oturgan. Undaq sizlerce bu Lübo'nun okuyan mağart yaman budu, Huarong'un mu? Endi bunun bu okuyan mağartlam emez, at üstüdeki koş neyse mağartımı naik üstün, naik çebdes, özgürüşcan, at üstüden naik yaxşıcan kıldı. Bu yeni Çin olan 50 mertem konuşup yanlış ayrılmagan deydi. Yani bunun bu yer ameli gücü at üstüdeki 5 yol basanğından qilishmaydi. Endi bu Huarong'un mayl okuyan mağartı, at üstüdeki bu qo'sh neyzi mağartı, üzünün mijaz xarakteri salmaqlığını ekbetgan vaqtda qo'shinning har qanday bir o'rinning hödüsüdən tamamen chiqalaydi. İşençilik, yaxshi, batur sarkarda ma. Endi bu Huarong yosh vaqtida Sunjang nəhayət ko'p yaxshilik qildi. Endi Sunjang so'zgani men degan bu boshqalarning ko'nglini tutib olishga, o'ziga mayil qilishga nəhayət usta intay mayir ma. Endi Huarongning taq chiqib kelishimi mishariki bu domili Sunjang sababchi. Bu hargizmi o'zi bir eliqda gunoh o'tkazib, ya bir tutish bo'lib chiqib o'zi xatchikili chiqib qolgan balla emas. Endi bu yerda Sunjang palanib mangan vaqtda Wang Petek yo'lbosini qo'lga tushib qoldi. Shundan bu Voy Sungaga deb tunishgandan keyin qarshi bu yerda Wang Yin bu yerda Turabegining og'itisini tutib olib, ko'ngli ichib sen mazcu magoy. Shundan Sunjang bunu anlab, "Voy yosh Huarongning bir og'iti so'qqanmisin" deb qutuldirib oldi. Qarsa bu cho'ng Turabegining xotini. Shundan bo'ldi qutqizmaymaysiz bu xotin pachiq eslab olgandan keyin Sunjang irib ketib, o'zi Sungdan emasmi? Shular bo'pti deb bu xotini qutuldirib oldi. Lekin oshmaganga mushurib bu xotin bag'andan keyin bu yerda Sunjang bilan Huarongni el qaraqchilik bilan isyonchilikdan pul biriktirgan u bu deb chekib qo'ydi. Shuning bilan bu ikkisini tutib barvodi yalab etmangdi. Endi naqmush etmanga vaqtning o'zida bu yerda Wang Yin, Wang Petek yo'lbosini yana qutuldirib oldi. Shu vaqt Huarong deb o'qigan emas. Birli etib berib Turabegining bo'ynini so'qib o'tirdi. Nəhayət qaldı çıxdı maş mergelligi. Hem şunun bilan bu iş bilan bu Huarongning bir chekinish yo'limi itildi degan so'z. Shundan bu Sunjangga ergishib Yangshanko'lga tang chiqdi. Haqiqiy amalsizlik bilan chiqdi ma u. Chiqqandan keyin qarsangmi bu yerdagi Huarong bilan Likuy Sunjangning qo'g'liqchilik vazifasini o'taydi qarsanglar. Bo'libmi Huarong Sunjangning yenidan asosan neyer ketmaydi. Bundaqda Huarongning o'limigimi sizlarmi ichininglarmi? O'qiya mart merganlikdan Huarong bilan Shivingongni solishtirsak, sizlar qaysi kerak ustunga. Mazmunning uchib ketmaslik uchun bir dona yaxshi yurakni aymanglar. Rahmat.